sport avtomobilni tushunganmiz. Hoji aka, hozir men sizga komfortini ham ko'rsataman. BMW 740 ayin to'q qo'ydim. Qarang, orqa salonlari juda kengina va long apparat bo'ladi. Mana buni qarang, qani mana bu yerdan chiqar ekan. Mana qarang. Wow, Samsung planshetlarigacha bor. Ikkita monitor. Xohlasangiz mana shu yerdan boshqarib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz orqadagi klimat kontrolda aynan shu planshetdan boshqarib ketsangiz bo'ladi. Haqiqiy Hoji akalar o'qib yuradigan apparat aynan shu bo'lsa kerak. Harman Kardon akustik sistema, isitish, sovutish hammasi bor. Abagreiflarigacha bor orqalarida. Orqalarida daudchiklarigacha bor. 2017-yil avtomobil 94 ming yurgan Atiga. Lekin salon holati ideal. Oldi salon holatini ko'rsam ideal. Lekin gapi bunaqasini birinchi marta ko'risham. Lekin serozning Hoji akalar yuradi aynan shu avtomobilda. Qani, opa, bagajlarini qarang, kengligini o'zini zavodskiy aptechkalari ham bo'lar ekan. Mezotda hamma joyi elektronli ekan va buni bitta oldiga o'taylik. Qarang, bitta barmog'im bilan boshqarolmay aynan shu rulni qarang, shayba bilan boshqarasiz hamma narsani, lekin gapi akalar, o'zi bu avtomobil 70 ming yoki 60 ming dollarlik ko'rinish beradi, lekin narxi zo'rnaqda polni tepalariga alkantara ishlatilgan. Oldidan такой серьезный apparat. Zo'rnaqga bosorasizmi dedimi? Strochniy 46 ming dollarga bosorsiz bo'ladi. Bosoring Hoji aka, yana egalari o't berishadi.